bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas. Dal hozirning o'zi. Ba'zilar dunyoni, hukumatni va boshqalarni o'ziga qarzdor o'ylaydi. Amaliyotda hech kim bizga qarzdor emas. Hayot bizga berilgan sovg'a. Agar biz bu sovg'adan unumli foydalanmasak, o'zimizni emas, butkul insoniyatni ko'zga ilmagan bo'lamiz. Meni quloq seling. Jo'shqin tarbiyalar sizga ilhom bo'lsin. Başqalarning sen yoki sening orzuyingning mumkinchiligi to'g'risida qandoq o'ylashi sen bilan munosabatsiz. Sen shuni o'ylashing kerakki, orzu dal hech kim o'ylab baxmagan yerdan amalga oshadi. Tarix takror o'qiladi, ammo shuning bilan birga tarix qaltis odamlar tomonidan kitob qilib yoziladi. Sen bu güzel mecburiyetni üstün gelişin gerek. Gayeni amalga oshir, mangu voz kechma. Qarshi turishlarga nazar solma. U mag'lubiyat yoki mag'lub bo'lish bo'lsin. To'xtamay oldin qarab ilgirla. Osonlikcha men g'alaba qilolmaydi ekanman deb yakun chiqama. Chunki yo'riqlik to'nining oxirgi nuqtasida bo'ladi. Sen buni his qila olmaysan. Bu mag'lubiyatlar faqat jarayonning bir qismidan iborat. Bu xuddi badan quvvati ojiz kishilarning ingichka savrchanlik orqali badanni kuchli qilganga o'xshaydi. Shuning o'xshash ideya va g'oyasi ojiz kishilarmi muvofiq bo'lgan ideyasini orqali o'zining ichki qalbini texnik kuchli qila oladi. O'ziga gangirash va qo'rqinishga xotim bera oladi. Hamda o'zining kuchliklar qatoriga qo'shila oladiganligini to'nib yetadi. Shuning bilan birga ular mag'lubiyatni qalbi qozonishda besib o'tadigan muhim yo'l deb qaraydi. Ahvol qarab ish qiladi, fikr qilishga mohir bo'ladi, hech nimadan qo'rqmaydi. Eng oxirida hammani kontrol qiladi. Qanchalik badal to'lasang erishadiganingmi mushunchalik bo'ladi. Erishkining qancha ko'p bo'lgan-sari to'laydigan badalingmi shunchalik ko'p bo'ladi. Oxirida orzu tojini kiysan. Mas'uliyatingmi eg'ir bo'ladi. Agar sen qilmoqchi bo'lgan ishingni atiga sursang, aniqki o'xshash bo'lmagan natijani barliqqa keltirsan. Talabchan bo'lish, o'ziga qattiq talab qo'yish insonlar taraqqiyotining tabiiy bo'lgan bir qadamidir. Agar seni ruhlandiradigan ma'lum bir ish bo'lsa, mana bu dal sen qilishga tegishli bo'lgan ishdir. Chunki bu ishlar sening hayotingga, qilayotgan ishingga va yoki sening cheklik bo'lgan hayotingga munosabatlik. Hargizmi sen erishmoqchi bo'lgan narsalarga emas. Shunisi esingda bo'lsinki, asli maqsadni unutma. To'g'ri, buni qilish intoyin qiyin, haqiqatan oson emas. Şunlaşqa biz texmi tirishib qilishimiz kerak. Biz tirishqandilar, boshdan kechirgandilar, ondan barliq ishlarning haqiqiy qiymati bor ekanligini his qilamiz. Sening bu ishni qilishga arziydiganligini bayqaganliging dal sening qalbi qozonganliging. Ügünüş qilish sening iqtisodiy ahvolingni o'zgartiradi, ijtimoiy turmushingni o'zgartiradi, ruhiy dunyoyingni o'zgartiradi. Agar sen o'ylamasan, hayotning eng oxirgi daqiqasida shuni bayqaysanki, sen faqat ügünüşning yoshurun iqtidorining 10dan 1 qismida yashagan bo'lasan. Belkim senin oila kelib chiqishing yaxshi emas. Balkim tan saqlig'ingda masala bo'lishi mumkin. Balkim sening hozirgi ahvoling yaxshi bo'lmasligi mumkin va yoki boshqa ishlar. Amaliyotda bular bizga baxtsizlik ichidan baxt olib kelishi mumkin. Bugungi kunda biz qiyinchilikdan qutulish uchun kuchimizning baricha tirishyapmiz. O'zimiz uchun to'xtamay tirishyapmiz. Barliq qiyinchilik ustidan g'olib kelyapmiz. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yib etmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.